gerbitsidni ham ikki xili bor va Xitoy paxtasini ham gerbitsidga chidaydigan ikki xil geni bor. Endi paxtalarimiz ham mana chirmbak chiqaradigan darajaga keldi, ayrim joylarda chiqdi. Endi asosiy muammo fermerlarda mana shu ajriq gerbitsid. Qaysi gerbitsid sepamiz? Ko'pchilik bu shu Xitoy paxtasini ekdi, ayniqsa gerbitsidga chidamliligini. Xitoy paxtasini ham bilasizlar, ikki xili bor, gerbitsidga chidaydigani va chidamaydigani bor. Har qanday gerbitsidni shu sepishdan oldin agar sizlarga sotuvchi gerbitsidga chidaydi degan bo'lsa ham, ozgina maydonda shu 10 metr, 15 metr joyga sepib ko'ringlar. Chunki gerbitsidni ham ikki xili bor va Xitoy paxtasini ham gerbitsidga chidaydigan ikki xil geni bor. Bir-biriga tushganda u yaxshi ishlaydi. Agar bir-biriga tushmasa, o'sha gerbitsid bilan o'sha Xitoy paxta tushmasa, yaxshi ishlamay qolishi mumkin. Yo bo'lmasam, umuman paxtani nobud qilib qo'yishi ham mumkin, chidaydigan bo'lsa ham. O'shani e'tiborga olib qo'yinglar va gerbitsidga chidaydigan shu glifosatni deylik. Glifosatni ikki xili bor va o'sha bitta turi kaliyligi tez so'riladi, yomg'irdan oldin sepsa tez ta'sir qiladi ham, lekin ildizga yaxshi o'tmaydi. Ikkinchi xili bu sal arzonroq yuradi, lekin sekin ta'sir qilgani bilan ildizigacha o'tib, keyingi yil o'sha o't chiqmaydi. Endi bu ikkinchi xili bug'doyga ta'sir qilishi ham mumkin. Hamma endi o'ziga qarab shu tanlaydi bu gerbitsidni. O'sha sotuvchilardan so'raylik, bu qanaqa kaliy tuzida qilinganmi yo bo'lmasa ipa tuzida qilinganmi? O'shani so'rab qo'yib bilib qo'yinglar va albatta har qanday gerbitsidni paxtaga qo'llashdan oldin ozgina joyda sinab ko'rib 3-4 kundan keyin sepinglar. Gerbitsidga chidamaydigan paxtalar bo'lsa va o'zimizning paxtalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha selekt dorisi bor. Endi hozir nima moddasi esimdan chiqib qoldi. O'sha bilan ishlasanglar, o'sha maqsadga muvofiq ko'p o'tlarni oladi va albatta bu videoni o'sha fermerlarga jo'natib qo'yinglar va ko'pchilikka foydasi tegadi va birga savobga sherik bo'lamiz.